Yahudiylarning o'tib ketish va Petrnan heyitiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoni hiyla bilan tutib, uchiqtirib etishning chorasini izlashdi. Ular bu ishni et oyam kunlari qilmayli. Bo'lmasa, xalq orasida qalayimqanchilik chiqishi mumkin deyishdi. Hazrati Ayso Baytaniya yesida ilgari mahov kesdi giribtor bo'lgan Simonning uyida dasturxonda o'tirayotganda, ichiga qimmatli sop sumbul atri qo'shilgan, oq qosh teshidan yasalgan qutini tutgan bir ayol kirib, qo'ldagi qutini ichib, ichidagi atirni Hazrati Aysoning beshiga quydi. Ba'zilar buningga xobi bo'lib, bir-biriga xushpuroq atirni bundaq isrof qilganning nima foydasi? Bu atirning qimmati 1 yillik kirimimizga teng keladi ekan. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi, deyishib, ayolga topitani qilishga boshladi. Ayolning ixtiyoriga qo'yib etinglar. Uni xijil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim oranglarda, ularga qolgan vaqtda yordam qila olaysizlar. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Ayol chomi yetadigan ishni qildi. Mening dafn qilinishimga tayyorlik yuzasidan badanimga oldin ola atir surkab qo'ydi. Bilib qo'yinglarki, xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayol aslinib, uning qilgan ishi tilga elinadi, dedi Hazrati Ayso ularga. Shu vaqtda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahuda Ishqariyot Hazrati Aysoni tutib berish maqsadida oliy ruhaniylarning yeniga bordi. Buni anglab, oliy ruhaniylarning gulqaqalari ichilib ketdi va uningga pul berishga va'da qilishdi. Yahudamu Hazrati Aysoni ularga tutib berishga fursat izlashga boshladi. Petrnan heyitining birinchi kuni, ya'ni o'tib ketish heyitining qurbonlik qilgan kuni, shogirdlar Hazrati Aysoning yeniga kelishib, o'tib ketish heyitining tomig'ini qayerga berib tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'radi. U shogirdlardan ikkilanni mundaq deb oldin avatdi. Yerusalimga kiringlar. Bu yerda ko'zda sut to'shayotgan bir erkishni uchirtdilar. Uning kaynidan minib, bu odam kirgan uyning egisiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heyitining tomig'ini yeydigan mehmonlik uyi qayerda deb so'rayotdi. Yanglar, u sizlarni ustungi qavatdagi radlik jobdib qo'yilgan bir ig'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda heyitning tomig'ini tayyor qilinglar. Shogirdlar yo'lga chiqib shaharga kirdi. Hamma ishlar Hazrati Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular shu yerda tomoqni tayyorlashga kirishdi. Kashqurun Hazrati Ayso 12 shogirdi bilan kelib, dasturxonda o'ltirib, taom ustida. Bilib qo'yinglarki, men bilan birga g'izlanayotgan sizlarning oranglardagi biraylan menga sotqonlik qiladi, dedi. Bu so'z ularni qayg'uga soldi. Ular bir-birlab, men emasdiman deb so'rdi. Hazrati Ayso ularga, menga sotqonlik qilguvchi, qo'ldagi nonni men bilan birga taqsirga to'girgan 12 shogirdning ichidagi biridir. İnson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qilgan kishining holi voy. U odam tug'ilmagan bo'lsa koshki, dedi. Ular tamoq yeyishayotganda Hazrati Ayso bir nonni qo'liga ilib, shukr etgandan keyin uni o'shitib turib, shogirdlarga berdi va "Elinglar, bu mening tenim", dedi. Ondan u qo'lga bir jom ilib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sundi. Hammaylar
uningdan ichishdi. Bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzadigan qenimdir. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podsholig'ida yangicha sharobdan ichmaguncha bundaq sharobni hargiz ichmayman, dedi Hazreti Ayso. Ular Madiya naqshni aytgandan keyin taloga chiqib, zaytun teg'iga qarab ketishdi. Bu chaqda Hazreti Ayso shogirdlarga hammanglar meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ldiraman, qo'ylari patparoq bo'lib ketadi degan. Lekin men tirilgandan keyin Galiliyaga sizlardan burun boraman dedi. Petrus uningga, "Hammaylan sizni tashlab ketsin-mi? Men hargiz tashlab ketmayman" dedi. Bilib qo'yginki, bugun kecha Qo'ras 2 qitim chilashdan burun sen mendan 3 qitim tanisan, dedi Hazreti Ayso. Lekin Petrus texmo qat'iy talaffuz bilan, "Siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsa-mu, sizdan tanmayman" dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin ular Getsemane degan bir yerga keldi. Hazreti Ayso shogirdlarga, "Men duo tilovat qilib kelguncha, mushu joyda o'tirib turinglar" dedi. U Petrus, Yaqub va Yuhannani birga elib bordi. Bu vaqtda uni qayg'u besib, ko'ngli qattiq beorom bo'lishga boshladi. U yenim chiqib ketdigandek g'am qayg'uga patdi. "Sizlar bu yerda qilib, bo'sh yor turinglar" dedi. Ve sel yerroq berib, yerga bosh qo'yib, mumkin bo'lsa, u kunning o'z beshiga kelmasligiga duo qilib, "Ey suyimlik ota, hammaga qodirsan. Bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, belki sening irodang bo'yicha bo'lsin" dedi. U 3 shogirdning yeniga qaytib kelib, ularning mudab qolganligini ko'rib, Petrusga, "Ey Simon, uxlayotamsan? Biror soatmi o'shar tura olmadingmi? Eziq turilishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir" dedi. Ondan u yana berib, burunqi so'zlarni takrorlab duo qildi. U shogirdlarning yeniga qaytib kelganda, ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ochamay qolgan edi. Ular Hazreti Aysoga nima deyishini bilmay qoldi. Hazreti Ayso 3-chi qitim ularning yeniga qaytib, "Sizlar texshi dam yelib uxlayotamsizlar? Bo'ldi bas amdi. İnsan oğlunun günahkarlarının qo'liga topshirilgan vaqt soati yetib keldi. Qopinglar, ketayli. Mana manga sotqunlik qiladigan kishi kelibdi" dedi. Hazreti Aysoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdning biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yanida oliy ruhaniylar, Tevrat ustozlari ve oqsoqollar tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi.